Assalomu alaykum. Hurmatli Agrohem Group Xitoy chigiti Telegram guruhi a'zolari, fermerlar, do'stlar. Mana bugun biz 21-may 2026-yil shu Qashqadaryo viloyatiga keldik. Mana xabarlarimiz bor. Bizlar bu yil Xitoyda o'sha Xilnizo 72 Agrohem Group MCJ'ni shu nimalar lo'g'alarimizni asosan Qashqadaryoning shu 4 rayoniga berdik. Mana shu Qarshi tumani, Mirishkor tumani, Nishon tumani, Kasbi tumani shularga keldik. Mana tanishyapmiz. Mana hozir mana Davlat aka o'sha Mirishkor tumani qishloq xo'jalik boshqarmasining boshlig'i bilan Iskandar Sifat Tola fermer xo'jaligining 8 gektarlik dalasida turibmiz. Mana shu 8 gektarlik dalada bizlarda shu Xilnizo 72 Xitoy urug'i ekilgan ekan. Mana tomchilatish qilingan Shinjon usulida plyonka o'sha tomchilatish qilib Shinjon usulida 76 sxemada ekilgan. Hozir mana nimani Davlat akani aytishi bo'yicha bu Iskandar Sifat Tolani dalasida hozir 27-mart kuni ekilgan ekan. 27-mart kuni ekilgan deyapti. Mana Davlat aka ko'chat soni qancha endi Davlat aka berdi? 240-250 ming ko'chat. 240-250 ming to'p son bor ekan. Mana 1 gektarda. O'zi mana g'o'zalar yaxshi shonalab qopti mana. Shonalar, gulga o'tirib mana shonalab qolgan o'zi mana. Shunday rivoji juda yaxshi. 240 ming 250 ming ko'chat juda yaxshi olinibdi. Juda nima ekan, tomchilatish qilingan. Mana bugungi yomg'ir ham juda joyiga nima qilibdi. Begona o'tga ishlangan ekan, begona o'tga qarshi ishlangan ekan mana. Glifosat bilan ancha nima qilgan. Shunday juda yaxshi katta nima olingan. Ko'chat sonlari juda ko'p, 240 ming 250 ming olingan. Keyinchalik kelib yana ham bu dalani ko'ramiz, xudo xolasa. Fermer ishlariga muvaffaqiyat.